O'quvchilar, dengiz kengliklari bo'ylab darsining praktik ülüşün başlaymiz. Birinchi birim dengizlar qaysi okeanga quya. Sonlar ham harflar yordamida ko'rsat. Yapon dengizi, Baltiq dengizi, Laptevlar dengizi, Azov dengizi, Chukot dengizi, Bering dengizi, Kars dengizi, Barents dengizi, Kunchig'ish Sibir dengizi, Qora dengiz, Axota dengizi, Oq dengiz. Hozir durustlagan o'zingiz mustaqil ravishda tekshirigiz. Xatolaringiz ketmadimi ekan? Ikkinchi birimga ko'chamiz. Jumlalarni davom etiniz. Rossiyada maydoni yog'idan eng zo'r ko'l. Rossiya territoriyasida eng jilg'i dengiz. Dengizlardagi suv. Hozir aydagiz javoblarni tekshirib etik. Rossiya maydoni yog'idan eng zo'r ko'l Kaspiy ko'li. Rossiya territoriyasida eng jilg'i dengiz Qora dengiz. Dengizlardagi suv albatta tuzli o'quvchilar. O'quvchilar, 3-birimga ko'chamiz. Agarda siz rostlovlar bilan kelishsangiz plus tamg'asi, agarda kelishmasangiz minus tamg'asi qo'yib borasiz. Laptevlar dengizining salqin suvlarida barlig'i 39 tür baliq yashaydi. Rossiyaning eng teran dengizi Bering dengizi. Chukot dengizida 5000 dan ortiq oyu hisoblanadi. Rossiya Arktisa dengizlarining Kunchig'ish Sibir dengizi eng jilg'i dengiz. Ham so'nggisi Azov dengizining teranligi 13 metr. O'quvchilar aydagi javoblarni tekshirib olaylik. Laptevlar dengizining salqin suvlarida barlig'i 39 tür baliq yashaydi. Ayye durust o'quvchilar. Rossiyaning eng teran dengizi Bering dengizi. Shulayuq durust. Amina Chukot dengizida 5000 dan ortiq oyu hisoblanmaydi. Ular nebari 2000. Rossiya Arktisa dengizlarining Kunchig'ish Sibir dengizi eng buzli dengiz bolalar. Shuning uchun durust tugul. Azov dengizining teranligi 13 metr. Javob durust. O'quvchilar, shuning bilan darsimizning praktik ulushi tamom. Onlayn maktabda ko'rishguncha qadar